Qayta isitilgan ovqat vaqtni tejaydi, lekin sog'lig'ingizni ham oladi. Xonada ovqat qolibdi, isitib yeyaveramiz degan gapni har kuni eshitamiz. Ammo bir savol, siz isitgan ovqat yeyapsizmi yoki bakteriya bombasinimi? Qayta isitilgan ovqat har doim ham zararlimi? Yo'q, har qanday ovqat zararli bo'lmaydi, ammo ba'zi ovqatlar takrorli isitish paytida vitamin va minerallarni yo'qotadi. Qayta isitish mumkin bo'lmagan ovqatlar ro'yxati. Kartoshka uzoq vaqtdan keyin isitilsa, nitrit miqdori ortishi mumkin, zaharlanishga olib keladi. Go'sht, ayniqsa tovuq, qayta qizdirilgan oqsillar parchalanishi tufayli hazm qilish qiyinlashadi. Qo'ziqorinlar isitilgandan so'ng zaharli moddalar ajralishi mumkin. Baliq tez buziladi, hatto sovutgichda ham uzoq tursa xavfli bo'lishi mumkin. Qaysi ovqatlarni ehtiyotkorlik bilan isitish mumkin? Pishirilgan sabzavotlar bir marta qayta isitish. Pasta, makaron agar soussiz bo'lsa, grechka, tarxun va boshqalar to'g'ri saqlansa bo'ladi. Bug'doy, sholidan tayyorlangan taomlar to'g'ri saqlangan va bir marta qayta isitilgan ovqat 24 soat ichida iste'mol qilinsa, salomatlik uchun xavfsiz hisoblanadi. Agar ovqat ko'rinishdan sizga yoqmasa, isitmay tashlab yuboring. Bu videoni bir marta ovqat qilib 3 kun isitib yeydigan talaba o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying.